Bruce Lee bilan Ronaldo birga futbol o'ynasin. Wow, yorvordi-ku. Endi mana shunaqa videolarni tayyorlashingiz uchun sizga hech qanaqa AI saytlari kerak emas. Mana shu telefonni galereyasini o'zida qilsangiz bo'ladi. Ortiqcha AI saytlasiz. Bu telefonning narxini o'rtoqlar, videoni oxirida aytaman, videoni oxirigacha ko'ringlar. Bu yangi chiqqan Honor 605G smartfoni. O'rtoqlar, korobkani ochilishi uchun yurakchani qizartiringlar. Bo'lmasa korobka ochilmayapti. Yurakcha qizardi, endi ochiladi. E'tibor qaratamiz. SIM kart joyini ochish uchun ninasi, o'zini prozrachniy chexoli, smartfonimizni o'zi. Hozir dizaynni sizlarga batafsil ham ko'rsataman. O'zini Type-C kabeli hamda 80 wattli golovkasi chiqadi. Smartfonning endi dizayniga alohida e'tibor qaratamiz. Korpusi juda ham qo'lga yoqimli qilib ishlangan hamda yon tomonda AI kamera kontrol knopkasi ham bor. Smartfonning menyu ishlashlariga qaranglar. Menyu ishlashlari ham juda ham tezkor. Hattoki smartfonni suvda ham ishlatsangiz bo'ladi. Kamerasida o'zini maxsus suvda tasvirga olish funksiyasi ham bor. 200 megapiksellik kamera sifatiga baho beramiz. Ayniqsa tunda tushgan rasmlarim menga juda ham yoqdi. Akkumulyatori 7000 mAh. Beminnat 2 kun xizmatingizni qilib beradi bu akkumulyator. Bu telefongacha har xil montaj ilovalarini skachat qilib o'tirishingiz shart emas. Telefonning o'zini galereyasida montaj ilovasi bor va montaj qilsangiz bo'ladi. Ekrani bo'lsa 8000 nit. Bemalol quyoshda ham ishlatsangiz bo'ladi. Hazillashib quyoshga nurni tushirsangiz ham bo'ladi. Sizga smartfon yoqqan bo'lsa-chi, mana shu yangi repost tugmachasini bosib qo'ying. Yana Honor'dan Honor original quloqchinlarni ko'rishingiz mumkin. Quvvati 80 soatgacha yetadi. Ovozi va bassi juda ham tiniq chiqaz beradi. Bilasizmi nimasi zo'r? Telefoningiz Honor, quloqchiningiz Honor, soatingiz Honor bo'lsa, hammasi bittada tanishib, do'stda ishlaydi. Bu degani hammasi bitta ekosistemada ishlaydi. Telefoningizni qo'lingizga olishingiz bilan barcha Honor narsasi ulanadi. Mana shu quloqchinni sizlarga tekinga berib yuboraman. Men aytgan Honor smartfondan o'zingizga yoqqan funksiyani yozib qoldiringlar hamda mana shu videoni ikkita do'stingizga tezgina jo'natib qo'yinglar. Mana shu quloqchin sizlarniki bo'lishi mumkin. Ana endi eng qiziq joyi, smartfonni o'rtacha narxini ko'rishingiz mumkin. Honor'da narxlar osmon emas, hali ham o'sha yangi model bo'lsa ham narxi sizga ma'qul bo'ladi.